Bugun sizga Isro xususidagi hadis mazmunini keltirib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyg'oqliklarida tanalari va ruhlari bilan Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga buroqqa mindirilib kechasi olib borardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhissalom hamrohlik qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha yerda payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam buroqni masjid eshigining halqasiga bog'lab qo'ydilar. So'ng shu kecha payg'ambarimiz Baytul Maqdisdan dunyo osmoniga olib chiqildilar. Jibril alayhissalom samo eshigini Nabiy alayhissalom uchun ochishlarini so'radi. Eshik ochildi. Dunyo osmonida insoniyat otasi Odam alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xush kelibsiz deb qarshi oldi va salomlariga javob qaytardi. Muhammad alayhissalomning nubuvvatlarini tasdiqladi. So'ng payg'ambarimizni ikkinchi osmonga olib chiqishdi. Eshik ochishlari so'raldi va samo eshigi ochildi. Nabiy alayhissalom ikkinchi osmonda Yahyo ibn Zakariya va Iso ibn Maryamlarni uchratdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga salom berdilar. Ular ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamni marhaba deb kutib olib, salomlariga javob berishdi va nubuvvatlarini tasdiqlashdi. So'ng payg'ambarimiz 3-osmonga olib chiqildilar. 3-osmonda Yusuf alayhissalom bilan ko'rishdilar va salom berdilar. Yusuf alayhissalom ham marhaba deb qarshi oldi, salomlariga javob berdi va nubuvvatlarini tasdiqladi. So'ng 4-osmonga ko'tarilib Idris alayhissalomni uchratdilar. Idris alayhissalom ham xush kelibsiz deb qarshilab, salom berib payg'ambarimizning nubuvvatlarini tasdiqladilar. So'ng 5-osmonga ko'tarildilar va u yerda Harun ibn Imronni uchratdilar. Harun alayhissalom xush qarshi oldi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlarini tasdiqladi. So'ng 6-osmonga ko'tarildilar va u yerda Musa alayhissalomni ko'rdilar. Nega yig'layapsiz deb so'raldi Musodan. Yig'lashimning sababi shuki, mendan keyin payg'ambar qilib yuborilgan g'ulomning ummatida jannatga kiruvchilar mening ummatimning jannatiylaridan ko'p bo'lishadi. So'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 7-osmonga ko'tarildilar va u yerda Ibrohim alayhissalomni uchratdilar. Ibrohim alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom berib, xush qarshilab nubuvvatlarni tasdiqladi. Keyin Nabiy alayhissalom Sidratul Muntahoga ko'tarildilar. So'ng Baytul Ma'mur ko'rsatildi. So'ng ismlari pok, jalolati ulug' Alloh subhanahu va taolo huzuriga ko'tarildilar. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga vahiylar qildi. 50 vaqt namozni farz etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytib Musa alayhissalom huzurlariga yetganda, u zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan nimaga buyurildingiz deb so'radi. 50 vaqt namozga dedilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Ummatingiz bunga toqat qila olmaydi. Robbingiz huzuriga qaytib ummatingizga yengillik so'rang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga maslahat so'raganday qaradilar. Jibril alayhissalom istasangiz shunday yo'l tuting deb maslahat berdi. Jibril alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Alloh taborak va taolo huzuriga ko'tarildi. Alloh taolo 50 vaqt namozdan 10 vaqtini olib tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Musa alayhissalom oldilariga tushib 10 vaqt olib tashlanganini aytdilar. Qayting Robbingizdan yengillik so'rang dedi Musa alayhissalom. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Musa alayhissalom bilan Alloh o'rtasida takror qatnadilar. Oxiri namoz 5 vaqt qilindi. Musa alayhissalom yana Alloh huzuriga qaytib yengillik so'rashni maslahat berdilar. Robbimdan hayo qilaman dedilar Rasululloh. Yaxshisi rozi bo'lib bo'yin sunaman. Shundan so'ng nido qilguvchi farzimni joriy etdim va bandalarimga yengillik berdim deb nido qildi. Abul Is Hanafiy ushbu hadisni Imom Ibn Qayyumning Zodul Ma'od asaridan naql qilgan. Isro voqeasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyg'oqliklarida tanalari va ruhlari bilan birga ro'y berganiga quyidagi oyat dalolat qiladi. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barokatli qilib qo'ygan Masjidal Aqsoga sayr qildirgan barcha ayb va nuqsondan pok zotdir.
Al-Isro surasi 1-oyat.